Mashinani yaxshi ko'radigan bratlarga neobычный obzor. Sizni kelajakdagi yutuvlaringizni egzoskeletini ko'rsatamiz. Mercedes-Benz GLC 300 Coupe 140 Edition. Bu siz har doim haq bo'ladigan, svetoforlar yashil yonib turadigan olamga olib boradigan portal. Dizayn: kupeni kuzovi shamol qarshiligini umuman mensimaydi. Shamolsiz tomonga eskaniga kechirim so'rashga majbur qiladi. Mashina ko'chada turganda xuddi shu payt siz uchun pul ishlab turgandek ko'rinadi. Podveska sizni muammolaringizni amortizatsiyasi. Siz uchun ko'chada chuqurlar bo'lishi mumkin, lekin GLS 300 uchun chuqurlar mavjud emas. Buni podveskasi chuqurlarni xuddi siz ishonch bilan muammolaringizni yengib o'tganingizda yutib yuboradi. Rang Alpine Grey. Bunaqa rangi omadsidan, palitrasidan topa olmaysiz. Bu sizni konkurentlaringiz ko'z yoshi bilan yulduzlarning changiga aralashtirilgan pigment. Bagaj. Buni bagaj siz bilan gaplashadi. Bugun qo'lga kiritgan o'ljalaringizni shunaqa qo'ying, xo'jayin deb namyoq qiladi. Yana sizni 5 yillik Timuritskiy strategiyalaringiz ham shunaqa sig'ib ketadi. Salon eshikni ochib kelajagiga qadam qo'yasiz. Konturli podsvetkalari sizni alfa yirtqich pulsizga moslashib yonadi. Multimediyasi sizni yarimta gapingizdan tushunadi. Endi qiziq joyga keldik. Narx barqarorligiga qilingan sarmoya. GLS 300 ga to'lagan pulingiz bu xarajat emas. Bu siz shaxsiy brendingizga, testosteroningiz darajasiga qilingan investitsiya. Bu mashinani narxini aytishdan foyda yo'q, chunki bu mashinani biz sotib yubordik. Lekin sizga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.